$7000 Naruto bilan Lietta Ultra bo'lsa olaman degan obunachilarimiz bor. 2024 ishlab chiqarilgan 22000 probegda turibdi mashinamiz akalar. Ko'rsanglar bo'ladi. Rusifikatsiyasi qilingan, polniy bronировка qilingan. Diskalar qo'yilgan. Diskani ham $3000 ga qo'yishgan ekan. Rangini zakaz qilib Xitoydan olib keltirgan ekan. Aka, mashalloh, mashina juda bir neobычный turibdi. Master accountlar qilingan. Bronировкani o'zi ham $2000 atrofida turadi. Polniy body kit spoilerlar taqilgan, ko'rsangiz bo'ladi. Bunaqa rangi bitta Li 9 bor, Li 7 bor. Li 9ni ko'ruvdim ancha oldin aka. Juda ham bir neobычный rang ekan. Ko'rsangiz bo'ladi. Tonirovkalari bor, ruxsatnomasi ham bor. Eshik zavodchik, elektronniy porog, nakitka, polik, master accountlar qilingan. Li 7 ga bitta yangi mashina kerakli barcha xizmatlar qilingan aka. Pul sarflamaysiz, olasiz, bitta mo'lga qilasiz, mina olasiz inshaalloh. Shu videoda $50000 atrofida bo'lsa mashina olaman degan do'st jo'natib qo'ying inshaalloh. Egalari 52,5 deyapti. Qalbiga qo'l solib, tolashib, tortishib olsangiz bo'ladi. Lida neobычныйsini minaman degan og'ayni jo'natib qo'ying, bo'lmasa o'zingizni ichki setgan bo'lsa, shundoq baraka qilib minib yuborsangiz bo'ladi aka.